Beshariq so'nggi yillarda nafaqat Farg'ona viloyati, balki mamlakatning iqtisodiy baquvvat hududga aylandi. Sanoat, qishloq xo'jaligi, ijtimoiy sohalar rivoj topdi. Tadbirkorlari dunyo bozoriga chiqishdi. Ammo Beshariqning yana bir hududiy ramzi bor. Bu uning bepoyon o'rik bog'lari, sarxil, mazasi hech yerda yo'q o'rik va quruq mevalaridir. Bugun Beshariqning quritilgan o'riklari Italiyadan to Polshagacha, Kuvaytdan to Saudiyagacha yetib bordi. Shunga qaramay, Beshariqda boshqa sohalarda bo'lgani kabi o'rikchilikda ham tinmay izlanadilar. Mana endi Farg'ona Agrostar tashkilotchiligida Turkiyaning Favorin kompaniyasidan pakana bo'yli, tez pishar, serhosil navli o'rik ko'chatlarini olib kelishdi. Yer tayyorlandi, tomchilatib sug'orish jihozlari hozirlandi, suv havzasi qurildi, elektr tortib kelindi. Ko'chat o'rinlari 5 metrga 3 metr joylashuvda qazildi. Ko'chatlar esa sovuqxonada saqlab turildi. Ya'ni u uyg'onishiga yo'l berilmadi. Nihoyat kutilgan kun keldi. Tuman hokimi Rasuljon Jo'rayev, oqsoqollar, bog'bon va yosh mutaxassislar duoga qo'l ochib, yaratgandan xayrli ishga baraka tiladilar. Ko'chatlar birin-ketin yerga qadala boshlandi. Turkiyalik agronomlarimiz tavsiyasiga asosan 35 gektar yer sotib oldik. Bu joyda mana ko'rib turibsiz, Turkiyani Hoji Halil o'g'li hamda Kabashi navlari tanlab olib ekishni boshladik. Ushbu navlar o'zimizning navlarga qaraganda quritilganda bizdagilar 4 kilodan 1 kilo beradigan bo'lsa, ushbu navlarimiz 2,5 kilodan 1 kilo quriydi. Kalibri ham juda katta o'rik bo'ladi. Şu an dikimi yapılıyor gördüğünüz. Aslida O'zbekiston, Farg'ona quruq mevalari dunyo bozoridan mustahkam joy olgani bizga ma'lum, dedi Favorin kompaniyasi rahbari. Biz keltirgan o'rik navlarining mevasi shaklan ulkanligi, quritilganida esa ko'rkamligi bilan ajralib turadi. Bu bog' kelgusi yilyoq meva beradi. 3 yilda har tupidan o'rtacha 5 kilogramdan hosil olish mumkin. Biz 3 yil davomida agronomlik xizmatini ko'rsatamiz. Şeftaliliklerin içinde Tajribali bog'bonlar ko'chatning ota-onasi, ya'ni kelib chiqishini avvalroq obdan surishtirgandilar. O'q tomir va gujum tomirlarini bir-bir ko'rib chiqdilar. Ko'ngillari to'lgach, o'zlari ham paykalga tushib ketishdi. Ularning kayfiyatidan ko'chatga ishonch bildirishganini sezish mumkin edi. Zero ilgarilari Adirobod qirlari poyiga ekilgan ko'chat va sharoitdan ko'ngillari to'lmagan. Adirobodda bo'lgan yer o'ta sho'r, ham shag'al tosh. Erta kun ora suv qo'yish kerak, shuni yaxshi bo'lardi. Bo'lmaydi. Lekin mana bu yerda yerimiz yaxshi, tozada. Bundan umidim juda katta. Xudo xolasa mana Turkiya texnologiyasi qilyapmiz ekan, mana bundan juda yuqori hosil olish mumkin. Bu umidimiz bor. 3 yildan keyin beriladigan bo'lsa, Xudo xolasa bir kamida 2 gektar, hatto o'g'limiz 2 gektardan olamiz degan umidimiz bor. Farg'ona Agrostar mas'uliyati cheklangan jamiyati bu kabi serhosil va sarxil ko'chatlarni viloyatning boshqa tumanlariga ham olib kelmoqchi. Bundan tashqari O'zbekiston tumanida mana 100 gektar hozirda auksion savdolariga chiqarish ishlari boshlangan. Ushbu hududda ham xuddi shunday o'rik bog'larini tashkil qilish rejalashtirilgan Agrostar tomonidan. Farg'ona tumanida 2 gektar yer ajratib berilgan. 50 milliardlik loyiha boshlaganmiz. Ushbu loyihamiz o'rikni qayta ishlash, qadoqlash, saqlash shularni o'z ichiga oladi. Beshariqning chegara oldi suv ta'minotida muammoli, ammo bo'liq yerlarda yangi bog'ga asos solindi. Zamonaviy texnologiya, tomchilatib sug'orish tizimi hali bu yerlardan mo'l hosil olishga zamin bo'ladi.